Assalomu alaykum azizlar. O'zini vaqtini ko'p mashinada o'tkazadigan kasb egalari bu albatta bilasizlar taksilar bo'ladi. Ayniqsa Rossiyalarda taksi qilayotgan akalarimiz. Hozirda Avanta mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinani Jahongir nimalarni qildik? Bu mashina aka polini shumka qilganmiz, to'rala eshigini. Eng kerakli joylari ekan, Eng kerakli joylari buni sovuq, haligi shamol kiradigan joylarini aka. Mana shu yerdan sovuq uradi. O'zimda ham bo'lgan shunaqa holat. To'rala eshikda ham kolonka shu yerda bo'lsa, shu yerdan sovuq kiradi, mana shu oyog'ingiz muzlab qoladi. Ayniqsa Rossiyaning sovuqlarida o'ta xuddi konditsioner yoqqanda sovuq kiradi shu yerdan. Shuning uchun to'rala eshikni shumizatsiya qilib berganmiz va pollari. Polini qilishdan maqsad bilasizlar katta trassalarda, yo'llarda yuradi bu mashina va bundan balonidan shum kiradi mana shu polidan. Oyog'iga sovuq uradi. Endi shofer odam uzoq vaqt o'tkazgani uchun bilasizlar bitta ozgina skrip ham yoqmaydi, shunaqa sovuq kirish yoqmaydi. Shuning uchun o'zini komfortni his qilish uchun va xotirjam ishlash uchun komfort kerak bo'ladi. Shuning uchun shumizatsiya qildiryapti akamiz. Shunaqa taksi akalarimiz o'zinglar uchun shunaqa qilib shumizatsiya qildirib minsanglar bo'ladi. Inshaalloh ayvash detayliga kelsanglar ham bo'ladi yoki Rossiyalarda u yoqda bu yoqda minga akalarimiz o'zinglar qilish instruksiyalari bilan saytlar bor. Kirib o'zinglar qilib qo'ysanglar ham bo'ladi atak. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum azizlar. O'zini vaqtini ko'p mashinada o'tkazadigan kasb egalari bu albatta bilasizlar taksilar bo'ladi. Ayniqsa Rossiyalarda taksi qilayotgan akalarimiz. Hozirda Avanta mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinani Jahongir nimalarni qildik? Bu mashina aka polini shumka qilganmiz, to'rala eshigini. Eng kerakli joylari ekan, Eng kerakli joylari buni sovuq, haligi shamol kiradigan joylarini aka. Mana shu yerdan sovuq uradi. O'zimda ham bo'lgan shunaqa holat. To'rala eshikda ham kolonka shu yerda bo'lsa, shu yerdan sovuq kiradi, mana shu oyog'ingiz muzlab qoladi. Ayniqsa Rossiyaning sovuqlarida o'ta xuddi konditsioner yoqqanda sovuq kiradi shu yerdan. Shuning uchun to'rala eshikni shumizatsiya qilib berganmiz va pollari. Polini qilishdan maqsad bilasizlar katta trassalarda, yo'llarda yuradi bu mashina va bundan balonidan shum kiradi mana shu polidan. Oyog'iga sovuq uradi. Endi shofer odam uzoq vaqt o'tkazgani uchun bilasizlar bitta ozgina skrip ham yoqmaydi, shunaqa sovuq kirish